Modelek qo'noq cho'sharimiz pishdi, shunchalik yeyishlik ham quvvatga tuqala bir ko'rib yo'gin olalaylar. Aldirashchilik ichida vaqt chiqarib o'zlarga sunduq, yurak yulduz belgilarini besib saqlavag'ach bizni rag'batlantirishni hargiz unutqanmizda sevimli tuqqanlarim. Buni 4 ta go'sht bilan qo'rib qilsaqma bo'ldi, am sho'rpaga salsaq teg'imi amda qamnishida emasmi sho'rpa bakarak issiqvasidim. Vah qazonni o't oldiraverib xamir yo'g'irishni boshlab ketdik. Qo'noq uni bilan odatdagi uni tang nisbati aralashtirib, aka bir qo'shiq tuz, bir ta tuxumni chiqib elashtirib, andi 70-80 gradusda qiziqlikka qaynoq su bilan xamir yo'g'irimiz jimi tuqqanlar. Muzday suvda xamir yo'g'irib olsa qo'noq unimiz bek yerim bo'lqaldi jimi yaxshi tinmaydi. Qo'limiz kuy qolmasa o'sha boshda cho'kish bilan kiymanki omaq chechan qo'lim bilan normal xamir qilib yo'g'irib olamiz. Andi qiyma qilamiz tuqqanlar bek o'shiq cho'shonikida qilavermaydi jimi qiymaga go'sht, piyoz, tuz, jiqariq zir solamiz. Mo'sha ba'zi xurishlarni purapmi, hatto tetibmi farqlantirgili bo'lmaydi ham bir xil g'ayri puraq va buni davomli tetib xurishlarni ishlatib tuqqanlarimiz amda bildim. Ammo men Qashqa hardama yemak-ichmak shirkatidagi xushbaraq zerilari, aqmush, qarmushlar shunchalik tabiiy puraqliq kichikdan to'k qo'ysaq tatiydi tuqqanlar bek ori va uzoq yetadi. Andi yo'ldashim bir yenda uzib burdima yumaloq deyma go'ng'ir-mo'ng'ir paransib ishkimiz tugishni boshlab ketdik. Boshqa go'zal ko'rinishlarga bamiga yo'q nima qillar ki tuqqanlar deyma. Baxet romantik degan mo'shishi mana. Odatdagi cho'sharak bek nafis qilatmaymiz jimi tuqqanlar qo'noq uni undoq elastikli qo'ymagan kamillar billahi lekin bir qalin buqamg'ay. Tugib yerimga kelganda chambur so'zlarni soldik mana. Yem biza tugib aka tugay degan vaqtida andi purchoq sho'g'lisam saqlansa qo'yib qolgan tugdiqchimi. Saylani burusalavamizda tuqqanlar bo'lmasa saylan shakliman sho'rpini rangim buzilib ketdi. Purchoqni shu sağandagi qattiq tuvoqni yapmaylar. Bo'lmasa purchoqlar oqir qoldi ha. Vah qazon mashtaqqaqladi karamtini kesdi-da. Ya sujalash yo'q, ya jiqdan qaynatish yo'q. Buni go'shirmi ezilib yumshoq pishib ketdi. So'ng'ahlani alavamiz va omaq modelak cho'shalarni shabirda chiqdi. Qazonni ostini sapliqni kaynamalar asta ilashtirib normal o'tib 5-6 minut pishiramiz. Ustiga laylab chiqini pishqani shunda yana 1-2 minut pishirayotgani jimot qalama bug'doy unday ezilib lopsharak yapmaydi, ammo uningdek osonmi pishmaydi. Ham ustiga yashilishni saylansab issak sho'rvuluq shunchalik issiqhosida tuqqanlarim milq pishkatgani ko'maman go'shtlarningmi. Amis tuqqanlar yulduz belgisini besib saqlab o'zinglarmi chuqum sinab baqsizlar.